Production. Janoblar, barchangizga xush kelibsiz deb qolamiz. Bugungi ajoyib yubiley to'ylar barchangizga yana bir bora muborak bo'lsin deb qolamiz. Bugungi to'yimizning asosiy sababchilari, ya'ni yubiley to'ylarimizning Sharof tog'amiz hamda sohibi onajonimizning 63 yoshlik yubiley to'ylari yana bir bora muborak bo'lsin. Ular sizning qarshingizga kirish uchun hozirlik ko'rmoqdalar. Agarda malol kelmasa, o'rningizdan tik turgan holda qarsaklar sadosi ostida kutib olgaysiz. Marhamat, Sharof tog'amiz hamda sohiba onajonimiz to'ylar muborak bo'lsin. Gel
yoshlik tug'ilgan kunlari ham ekan. Barchamiz mana shu onajonlarimizni hamda Sharof tog'amizni tabriklab qolamiz qarsaklar bilan azizlar. Ana endi men mana shu davrimiz badiiy maydoniga bir insonni chorlab qolgan bo'lardim. Sababi bugungi kechamizni duo ila, o'zlarini bardavom tilaklari ila ochib bersalar, biz keyin esa qolgan tadbirlarimizni o'tkazishni boshlaymiz. Marhamat qilib davrimiz badiiy maydoniga Asror tog'amizni taklif qilamiz. Marhamat bir duolari ila bugungi oqshomni ochib bersalar, keling tog'a, davra sizga muntazir. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Yana bir bora sizga ham yubiley to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah rabbil alamin va salatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi ajmain. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana shunimiz Soybaning tavallud topgan kuni 63 yoshga payg'ambar yoshi kirgan kunlari bilan yubileydan tabriklayman. Kuyovimizdan 63 yoshga tabriklayman. Ilohim hamisha sog' salomat bo'lib, kuyov bilan qo'sha qarib bolalariga bosh bo'lib yurishini Allohdan so'rab qolaman. Ozgina mazalar yo'q. Ilohim Allohim g'oyibdan shifosini bersin. Bolalariga, nevaralariga bosh bo'lib yurishini Allohdan so'rab qolaman. Dasturxonni ochib, marhamat qilib, taomlarni olib berishni so'rayman. Rahmat. Albatta qarsaklaringizda bizning yurtimizga mana shunday to'y tomoshalari yarashadi. Bugun O'zbekiston Respublikasi Samarqand shahrida yana bir 63 yoshimizni qutlayapmiz, ya'ni payg'ambar yoshini. Sharof tog'a, sizga ham muborak bo'lsin. Onajon, sizni ham tug'ilgan kunlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Mana shu yoshlarga siz va biz ham yetib yuraylik azizlar. Ana endi esa oldingizga qo'yilgan noz va ne'matlardan bemalol va hurjat tanovul qilishlaringizni so'rab qolgan bo'lardik va bugungi ajoyib kechamizni o'zlarini kuy va qo'shiqlari bilan yana ham go'zal ohanglari bilan bizga taqdim etadigan Music Band guruhi ijodkorlari Zilola Rasulova kuylaydi. Marhamat. Yubileylariga, Sahro restoraniga xush kelibsizlar yana bir bor. Marhamat, qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Sog' bo'linglar. Marhamat.
esa bugungi mengacha yetib kelgan ma'lumotlarga qaraganda Sharof tog'amiz hamda sohiba onajonlarimiz bir-birlariga sinfdosh bo'lishgan ekan, shundaymi? Onajon qarang, Sharof tog'amdan hozir men sizni qanchalik yaxshi ko'rishlarini, sevgi tarixlarini qanday boshlanganini hozir so'ramoqchiman. Sharof tog'a, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? 63 yosh yana bir borda sizga muborak bo'lsin. Onajonimning tug'ilgan kunlari ham muborak bo'lsin. Qarang, bundan taxminan men o'ylashimcha 35 yillar avval sevgi tarixlaringiz qanday boshlangani haqida bir og'iz sizdan so'ramoqchiman. Onajonim sizni yaxshi ko'rib qolganlarimi yo siz onajonni yaxshi ko'rib qolgansizmi? Qanday boshlangan? Sevgi tarixlaringiz qanday boshlangan? Menimcha bu davrada o'tirganlar hamma sinfdoshlar bo'lsa kerak, to'g'rimi? Do'stlar, yor birodarlar. O'shanda qarang, onajonim sizni yaxshi ko'rib qolganlarmi yo siz onajonni yaxshi ko'rib qolgansizmi? Men yaxshi ko'rganman. Siz yaxshi ko'rgansiz, qarsaklar azizlar. Yana bir marta gapirish mumkin emas. Sevgilarga ko'z tegmasin deymiz. Ana endi sekingina borib onajondan so'raymiz, sizni qanchalik yaxshi ko'rishlarini aytadilar. 63 yoshlik tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deymiz. Qarang, bundan taxminan menimcha 35 yillar avval Sharof tog'am bilan tanishgansiz. Qarang. Endi maktabda oldin uchrashuvlar bo'lgan, xat yozishlar bo'lgan, sekingina pinxona, tutlar tagida uchrashuvlar bo'lgan menimcha. O'sha uchun sizdan bir og'iz so'ramoqchiman. Qarang, Sharof tog'am birinchi siz topgansizmi yoki sizni birinchi topganlarmi? Qanaqa bo'lgan o'sha bir og'iz bizga aytib bersangiz. Ota-ona orqali sevgi tarixingiz boshlangan. Shunda ham uchrashuvlar bo'lganda o'shanda ham, to'g'ri? Gap bo'lishi mumkin emas, olqishlaringiz azizlar. Mana shunday sevgiga ko'zlar tegmasin deymiz. Bizga ham mana shu sevgilardan da nasib qilsin. Sharof tog'a, sizga ham 63 yoshlik payg'ambar yoshi yubiley to'yi muborak bo'lsin. Onajonimizni tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin deb qolamiz. Ana endi davramiz badiiy maydoniga hozir xo'sh. Sohiba onajonimizning opa-singillari bor ekanlar. Qanoat xolamiz qayerda? Sayyora xolamizni mana shu davramiz badiiy maydoniga taklif qilib qolsam degandim. Sababi ular o'zlarining dildagi samimiy niyatlarini, ya'ni tug'ilgan kunga bo'lgan tilaklarini yo'llab qoladi degan umiddamiz. Marhamat qilib davramiz badiiy maydoniga Qanoat xolamiz hamda Sayyora xolamiz marhamat davra sizga muntazir. Keling onajon. Keling. Assalomu alaykum. Sizga ham bir marta yubiley to'ylar muborak bo'lsin. Onajonni tug'ilgan kunlari muborak. Keling, onajon bu tomondan keling siz. Keling. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Onajon, bugun qarang, mana shunday ajoyib kun, yurtimizga yarashadigan to'ylarda birgalikda o'tiribmiz. Shu munosabat bilan bugun onajonimizni, Sharof tog'amizni, ya'ni tug'ilgan kunlari, yubiley to'ylari bilan dildagi u samimiy niyatlaringizni yo'llab qolasiz degan umiddamiz. Marhamat. bilan tabriklaymiz. O'zlariga kirsin, sog' bo'lsin. Bilalari baxtiga. Allohim shifosini bersin Saybajonga. Ballarni o'zirini ko'rsin, nevarachilarni ko'rsin. Mana shu to'yxonaga boqqanmiz. Oddiy mana shu tilaklar qarsakka arzimas, sizlar qarsaklaringiz bo'lsin. Yana bir marta onajon sizga ham muborak bo'lsin. Sizni ham samimiy tilaklaringizni onajonim hamda Sharof tog'am tomonidan yo'llab qolishingizni so'rab qolamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Ana sababchisi bugun o'tirishimizda singlim Sohibajon, aylanay tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Yuzlarga kir, sog'lig'ingni bersin. Alloh nima niyat qilgan bo'lsang niyatlaringga yetkazsin. O'sha qali, kuyov sizni ham tabriklayman. Ana shuncha yil birga umr guzaronlik qildilaringiz, farzandlarni katta qilib, o'qitib, hammasi joy-joyini topib ketdi. Rahmat sizga ham. Sohibajon, Allohim shifo so'rayman senga ishqib. Sog' bo'lgin, hamisha Allohning bosh bo'lgin. Hali ko'p keraksan bizga, aylanay. Sog'lig'ingni bersin. Uzoq umr ko'r, hammamizga bosh bo'lib yur. To'ylarimizga bosh-qosh bo'lib yurardi bu. Yana shu ishlaring davom ettiraylar. Sog' bo'lgin, hamisha baxtimizga, bolalaringni baxtiga, xo'jayiningni baxtiga sog' bo'l. Allohim meni hurmat qilib shuncha sinfdoshlaring keldi. Sizlarga ham rahmat. Ana to'kin dasturxon atrofida o'tiribmiz. Ana shunday o'tirishlar davom etsin. Yana yillarga hammamiz mana shunday o'tirishlik nasib qilsin. Alloh hech qatorlarimiz kamaymasin. Jigarlarimiz sog' omon bo'lsin. Yana yillargacha sog' salomat bo'lishsin.
Rahmat hammaga. Albatta mana shunday samimiy niyatlar qarsakka arziydi. Bu menimcha hozir siz chalayotganlaringiz chapak bo'lyapti. Onajon ketib qolmaysiz. Onajon ketib qolmaysiz, keling. Qattiqroq qarsak chalib beramiz onajonlarimizga. Onajon, hech ham mana shu dildagi samimiy niyatlaringiz tugamasin, qatorlaringiz hech ham kamaymasin. Hozir ketib qolmaymiz, sababi sizlar uchun Zilola Rasulova kuylari, keling. Marhamat. Yonlariga yaqinroq kelib olishingizni so'rab qolgan bo'lardik, sababi birga tushadigan kuy va qo'shiqlar bir taraf. Marhamat, to'ylar muborak bo'lsin. Ketdik. Thank you.
insonlarimiz, Sharof tog'amiz hamda sohiba onajonimizning farzandlari Shuhrat akamiz, keling yonimga yaqinroq turib oling. Hamda Nargiz opamiz, Guli opamiz, Sheroz akamizni ham mana shu davrimiz badiiy maydoniga yaqinroq kelib olishlarini so'rab qolgan bo'lardim. Keling. Assalomu alaykum. Tarjimalasizmi? Sheroz akamiz ham keldilar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar deb qolamiz. Keling, opajon. Sheroz akamiz ham shu yerda yuruvdilar menimcha. Onajon, Sharof tog'amiz diqqat qilasiz. Sababi sizlar yemay yedirgan, sizlar o'zlaringiz kiymay kiydirgan farzandlaringiz bugun qarshingizda sizlar uchun chiroyli tilaklarni amalga oshiradilar. Yana bir marta 63 yoshlaringiz muborak bo'lsin, yubiley to'ylaringiz muborak bo'lsin. Akam sizdan boshlaymiz bo'lmasa, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar.
Ayajon, dadajon, sizlarni payg'ambar yoshi 63 yoshlaringiz bilan tabriklayman. Vaqtimizga hamisha sog' bo'lingizlar. Rahmat. Dillaringizni og'ritgan bo'lsa, meni kechiringizlar. Sizlarga bildirmay surpriz qildik. Sog' bo'ling. Rahmat, vaqtimizga sog' bo'lingizlar. Assalomu alaykum mehmonjonlar, xush kelibsizlar. Ayajon, dadajon, bugungi shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. 63 yosh payg'ambar yoshlaringiz. Bizlarni nevaralaringizni baxtimizga doim sog' salomat bo'lib yuringizlar. Nevara chevara to'ylarni ko'ringizlar. Biz sizlarga qancha qilsak ham oz. Ta'riflashga til ojiz. Sizni yaxshi ko'ramiz. Ayajon, dadajon, vaqtimizga sog' bo'lingizlar. Albatta bu quvonch ko'z yoshlari, mana shu mehr. Albatta bu quvonch ko'z yoshlari azizlar. Sheroz akam, siz ham bir ota-onamiz, Sharif tog'amiz Sohibonajonimizga dildagi samimiy niyatlaringizni yo'llab qolasiz degan umidimiz bor. Rahmat. Assalomu alaykum hammalaringizga, xush kelibsizlar. Ayajon, dadajon, vaqtimizga sog' salomat yuringizlar. Ahli saodat yuringizlar. Tabriklayman. Sog' salomat yuringizlar. Albatta qarsaklaringiz azizlar. Onajon, otajon, davramiz badiiy maydoniga biroz yaqinroq kelib olasiz. Keling, Sohibonajonim. Keling, Sharof tog'am. Biroz yaqinroq kelib olasiz. Chunki hozir sizdan farzandlaringiz chiroyli bir sovg'alarni sizga topshirib olsalar, o'sha sovg'alarni topshirishda bizga yaqindan yordam beradigan Rosetta Rose tabriklash agentligiga berib qolamiz. Marhamat. Davra sizga muntazir. Assalomu alaykum, hurmatli qadri baland qadrdonlar, hurmatli vatandoshlar, barchangizga xayrli kech, xayrli oqshom. Barchangizni fayzli bo'lgan Zahro restoranida ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz. Albatta, bugun fayzli koshonaga qadam ranjida qilishimizning eng asosiy sababchilari, bugun kechamizning haqiqiy qiroli, haqiqiy qirolichasi bo'lmoq. Avvalambor Sharof aka, Sohib opa, assalomu alaykum. Bugungi qo'shaloq bayramlar, tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar, shukrona oqshomlar muborak bo'lsin. Bugun albatta aynan sizlarni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun birinchi galda o'g'lingiz Shuhrat akamlar, qolaversa keliningiz Oyimgul opam nomlaridan bir-biridan chiroyli sovg'alar bilan tashrif buyurganmizki, ancha bo'ldi akamlar, opamlar, ya'ni farzandlaringiz murojaat qildilarki, yaqinda bizlarning xonadonimizda katta shodiyona, katta bayram, oilamizning ustuni, bizlarning qiblagohimiz, ishongan tog'imiz bo'lgan padar buzrukvorimiz, qolaversa xonadonimizning farishtasi, sarishtasi, bizlarning mehribonimiz, jannat makonimiz, biz uchun tunlarni bedor o'tkazgan, biz uchun tunlari allalar aytgan onajonimizni va albatta otajonimizni qo'shaloq bayramlari, payg'ambar yoshlarni qarshi olmoqdalar, 63 yoshlarni qarshi olmoqdalar. Hozir tashqarida Shuhrat akamlar bilan gaplashsam, Shuhrat aka, hozir kirganimda nima deb qo'y ota-onangizga desam, avvalambor dedilarki, ota-onamizga kattadan katta rahmatlarimizni yetkazib qo'ysangiz. Mana shu yoshga kiribmizki, faqat duoda bo'ldilar. Nimaiki yutuqlarga erishgan bo'lsak, albatta ota-onamiz sababchi. Xohladikki, ota-onamizni ham qalblarida, yuraklarida nimaiki orzu-istaklari bo'lsa, barcha amalga oshsin. Nimagaki mana bugun 63 yoshlarni qarshi olmoqdalarki, dadajonim, ayajonim umrlari mehnatda o'tdi. Tunu kun mehnat qildilarki, farzandlarim dedilar. Farzandlarim unsin, o'ssin, birovdan kam bo'lmasin dedilar. Xohlardimki, eng kamida 100 yoshlarni, 120 yoshlarni qarshi olsinlar. Boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilishga tayyormiz. Bizlarning mehribonimiz,
jannat makonimiz bo'lgan onajonimizga chiroyli gullardan keltirasizlar. Birinchi galda onajon, aynan siz uchun albatta o'g'lingiz, keliningiz nomidan chiroyli gullarimiz bor. Hurmatli mehmonlarning qo'llari bo'sh bo'lsa, bitta qarsalar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab turamiz. Marhamat. Qani hammamiz birgalikda. Oskar qilmas bolam, bolam deb, bolam, 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 jannatim bolam, g'am ko'rmasin dediz bolam, boringizga shukr bolam, onam, onam. Kechalarda hamda uxlab yotgan palla, olar bedor bolasiga aytar Allah, Allah, Allah. Ne kunlar tushdi boshiga, orladi sochiga, Allohim yosh qush yoshiga, onamni ko'nglim yarim qilmagin, onamdan ayirmagin, panohingda asragin, onamni, onam, jon kuydirib oqizibdi qoningizni, xizmatida o'tkazing har oningizni, qo'llariga tutqazinglar joningizni, tonggacha alla aytgan onalarga. Qani hammamiz birgalikda. Yuragida dard oskor qilmas bolam, bolam deb, bolam, 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 jannatim bolam, g'am ko'rmasin dediz bolam, boringizga shukr bolam, onam, onam. Yuragida dard oskor qilmas bolam, bolam deb, bolam, 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 jannatim bolam, g'am ko'rmasin dediz bolam, boringizga shukr bolam, onam, onam. Mana chiroyli onam, jonim, onajonim, mana oromi jonim, dardimga darmon, mana bitta yagona jonim, onajonim. Farg'ona boshimda, oh desam qo'shimda, oy yuzligim onam, baxtim quyoshimda, boshimdagi tojim, jannatga mirojim, rozi qilayin bor imkonu ilojim. Beyozorim zor zor, ey qalbi gulzor, yo'llarimga onam intizor zor zor. Beyozorim zor zor, ey qalbi gulzor, yo'llarimga onam intizor zor zor. Manli farishta, ozod sarishta, duolar darkor, manda ham ishta. Mana fasl bahorim, yuragimga mador, qancha qilsam-da oz e'zoz e'tiborim. Farg'ona boshimda, oh desam boshimda, oy yuzligim onam, baxtim quyoshimda, boshimdagi tojim, jannatim, biringiz jannatim, tugamas siz uchun, aytilar rahmatim, biz uchun haromda, quvonchga to'yingda, 80-90da yasharib yuringda, dadajonim,
barchaga. Bolajonlar bitta chetroq o'tib olamiz, davrani kattaroq ochib olamiz. Albatta yana bir bor Sharof aka, Sohiba opa bugungi tavallud ayyomlar, bugungi qo'shaloq bayramlar muborak bo'lsin deymiz va galdagi chiroyli sovg'amiz aynan sizlar uchun farzandlaringiz nomidan ularni qalblaridagi, yuraklaridagi sovg'alar bor. Qalb nomalari bo'lsa bo'ladi. Albatta mayli desangiz men o'qib beraman. Albatta Shuhrat akamlar keliningiz nomlaridan aynan sizlarga atalgan. Ota-onamga deb boshlanibdi. Dunyolar kerakmas. Dunyolar kerakmas yonimda bo'lsa. Ajinlar yarashgan xush chiroyligim, shodligim bir dunyo jilmayib kulsa. Onam boyligimdir, otam boyligim. Bolam deb, chaqam deb umri adoham. Mehnatda yorilgan qo'li qadog'im, birlari bog'imdir, birlari tog'im. Onam boyligimdir, otam boyligim. Qilgan duolari yoritgan yo'lim. Mehrini qizg'onmas xotam toyligim, bir umr ko'ksimda ta'zimda qo'lim. Onam boyligimdir, otam boyligim deb chiroyli satrlar albatta farzandlar nomidan qabul qilib olasiz. Yana bir bor bugungi xursandchiliklar, bugungi bayramlar muborak bo'lsin. Bemalol o'tirib oling. Albatta keling davra markaziga aynan sizlar uchun keltirilgan chiroyli tortlarni chorlab qolamiz va hammamiz birgalikda yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilib shamchiroqchalarni o'chiramiz. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shu damlarga qadar o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadi degan umiddaman. Qolgan mehmonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab turamiz. Marhamat, galdagi navbat chiroyli tilaklarga sekinroq yuramiz. Marhamat, birgalikda yaxshi tilaklar. Hurmatli bolajonlar, chetroq o'tib olaylik, iltimos. Rahmat. Albatta keling endi men birinchi galda hurmat va ehtirom bilan mikrofonni hurmatli albatta otajonimizga, onajonimizga bersam, nimagaki ota-onamizni xursand qilamiz deb uringan farzandlaringizga sizda ham ikki og'iz chiroyli tilaklar bo'lsa, marhamat bajonib sizlarda eshitamiz. So'lab pasani. Assalomu alaykum, hurmatli uzoq yaqindan kelganlar, qo'shnalarim, dugonalarim, sinfdoshlarim, qarindosh urug'larim, kelinlarim, hammalaringizga xush kelibsizlar deyman. Kelganlar, yo'qlab kelganlaringiz uchun rahmat. Og'ir kunimda ham hammalaringiz yolg'iz qo'ymadilaringiz, hammalaringizga rahmat. Alloh chiqib dardini berdi, shifosini ham bersin. Allohim xush kelibsizlar. Faqat shunaqa yaxshi kunlarga, to'ylagan nimalarga kelib yuringizlar. Xush kelibsizlar, rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Albatta yaxshi tilaklar har doim o'zingizga hamroh bo'lib yursin. Keling endi shunday chiroyli bayramona damlarda davom ettirsak, keling hammamiz ota-onamizga yaqinroq turib olamiz u esdalik uchun birgalikda rasmlarga tushib olaylik. Ham esdalikka qoladi. Qolaversa bugungi sanaga tarix zarvaraqlarga muhrlab qo'yamiz. Marhamat, galdagi navbat fotosessiya. Albatta undan keyin chiroyli sho'x taronaga birgalikda raqsga tushamiz. Hozircha galdagi navbat fotosessiya. Barcha yig'ilgan hurmatli mehmonlarga bugungi oqshomingiz xayrli o'tsin deymiz. Diqqatingiz markazida Roz jamoasi bo'ldi. Rahmat barchaga. Albatta mana shu tabriklash agentligi Rossiyada Rozi tabriklash agentligiga ham alohida minnatdorchiligimizni izhor etib qolamiz. Haqiqatan to'g'ri aytdilar. Hozir oilaviy fotosessiyaga, oilaviy suratlarga, tarix zarvaraqlari uchun rasmga tushib olsak, undan keyin esa oilaviy raqslarga navbatni beramiz. Marhamat. Bo'ldim. Hamma qarasimiz menga qaraymiz. 1 2 3 qavnay turamiz.
shu daqiqalarda onajon, otajon keling yaqinroq turib oling. Sababi hozirgi yangraydigan kuy va qo'shiqlar siz uchun hamda sizning oilangiz uchun yangraydi. Shu munosabat bilan bemalol rasm tushib oling. Undan so'ngra bemalol birgalikda chiroyli kuy qo'shiqlarga raqsga tushamiz. Ola bu tarafda o'tib olinglar. Bu tarafga o'tib oling. Bu tarafga o'tib oling. Hamma kameraga qarasin. 1 2 3 qolay turamiz. Rahmat. Barcha yaqinlarini, Sharof tog'amiz, sinfdoshlarini ham birgalikda shu yerga chorlab qolamiz. Sababi ushbu kundagi tarix zarvarligiga muhrlanadigan rasmlar bir umr esda qoladi va tarixda qoladi azizlar. Kamera qarang, samas 1 2 3 qolay turamiz. Rahmat. Kamera qarang, 1 2 3 qolay turamiz. Rahmat. Kamera qaraylik hammamiz. Keyingi partda tushadi endi. Qaraymiz mana 1 2 3 qolay turamiz. Rahmat. Barchangizga mana shu oqshom yana bir bora xayrli o'tishini so'rab qolgan bo'lardim. Qaraymiz 1 2 3 qilmay turamiz. Rahmat. Sizga ham qarab turasiz.
Albatta Rosetta Rose tabriklash agentligi ham yana bir bor gulduros qarsaklaringizni cholib berasizlar. Oxir kadr qoldi opa. Oxir kadr qoldi, oxir. Ha. Ko'rishga maylimi? Yo'q, ko'payib ketadi. Yo'q, shuni oqshom montajlasam, qayerga Bilamas, montajchiga beramiz. Menga yozib qo'ying, montajchiga beramiz. necha yilmi? Telegramda Materiallar bilmayman. shuni saqlab beramiz. Böyle sağ o'rtaroq qo'yib qo'ying opa. Böyle oxir kadr qaraymiz hammamiz 1, 2, 3 qolaytiramiz. Rahmat. Albatta rahmat barchangizga. Ana endi esa joylaringizni bemalol egallab olishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Sababi hali to'yimiz davom etadi. Yubiley to'yimizni oxirigacha bemalol rasmga tushib olishingiz mumkin bo'ladi. Böyle mana kamera qarang bo'lsa, qaraymiz mana 1, 2, 3 qolaytiramiz. Rahmat. Yana bir bor xush kelibsizlar deymiz aziz mehmonlar. Onajon, sizni tug'ilgan kuningiz, tavallud kuningiz bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Yuz yoshlarga kiring ilohim. Marhamat qo'shig'imiz siz uchun. Marhamat. Onajonimiz tayyorlagan. Marhamat. Başımdaki taç,
mana shu davrimizni to'ldirib o'ynagan insonlarimizni oyoq qo'llari hech ham dard ko'rmasin deb qolamiz. Bugungi to'yimiz mana shunday ajoyib yubiley oqshomimiz Zahro restoranida bo'lib o'tmoqda. Shu fursatdan foydalanib Zahro restoranimizning xizmatchi yigitlariga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Qolaversa mana shu bugungi kechamizni ajoyib tarix zarvaraqlariga muhrlab borayotgan Qobil video studiyasiga ham alohida minnatdorchiligimizni izhor etib qolamiz azizlar. Qolaversa mana shu oqshomimizni go'zal bo'lishida bizga yaqindan yordam berayotgan o'zining kuy va qo'shiqlari bilan, samimiy ohanglari bilan bizni yanada chiroy baxsh etayotgan Zilola Rasulovaga gulduros qarsaklaymiz. Ana endi esa mana shu davrimiz badiiy maydoniga bizni tabriklarimiz bor. Sharof tog'amizning sinfdoshlaridan Shuhrat akamiz shu yerda bo'lsalar mana shu davrimiz badiiy maydoniga chorlab qolamiz. Barchalarini mana shu davramiz badiiy maydoniga chorlab qolamiz. Davra sizga muntazir. Keling onajon. Sinfdoshlarini bir yig'aylik shu yerga. Xudo xohlasa mana bugun 63 yillik yubiley. Keling. Assalomu alaykum. Rahmat hammalaringizga. Bugun mana hammamiz g'aflat qoldik, hammamiz xursandmiz. Lekin Sharof bilan sohibani tug'ilgan kunlari, mana shunday yaxshi ayyomlari hech qaysimizda deyarli meni esimda bo'lmagan ekan. Mana bu yerga kelib, hammani ko'rib xursand bo'ldim. Hammalaringizni, ikkovlaringizni ham tug'ilgan kunlaringizni tabriklayman. Oilalaringizni boshiga baxtli bir hayotni kechirib, sog'-omon yuringlar. Yana bir marta tabriklayman. Rahmat kattakon, mana shu dil izhorlarini sizdan eshitganimiz uchun onajon, o'zlaringiz samimiy niyatlaringizni onajonimiz tomon hamda Sharof tog'amiz tomon yo'llab qolasiz degan umiddamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, mezbonlar, sinfdoshlar, dugonalar, xush kelibsizlar. Sohibajonning tug'ilgan kuniga, Sharof sinfdoshimizni 63 yosh yubileyiga xush kelibsizlar. Bularni chin qalbdan tabriklaymiz. Uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Farzandlari boshiga sog' salomatga bo'lib yurishlarini tilab qolamiz. Dunyoda nimaki mavjud bo'lsa, bariga ruh bergan, bag'ishlagan jon, toshlarga ham umr husn baxsh etgan ijodkor, jafokash, mehnatkash inson. Ammo o'zi bir narsaga hamisha muhtoj, yomg'irga to'ymagan chanqoq girsimon. Mehr muhabbatga tashna doimoj, mehr muhabbatga to'ymaydi inson. Oramizdan mehr muhabbat arimasin. Sog' salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Albatta qattiqroq qarsaklaringizni chalib berasiz degan umiddamiz do'stlar. Onajon o'qituvchi bo'lganmisiz deyman hozir. Tabriklaymiz. Marhamat. Good afternoon, my dear ladies and gentlemen. Welcome in our very beautiful tables in our very beautiful restaurant. It's very happy day. It's very what about you? Everything and everybody are look you, listening. What about you? I am very glad to meet you and to see you. Yes, all right. Sohiba, mana дугонам haqida aytmoqchiman. Она такая замечательная, она такая красивая, она такая трудолюбимая и многознающая женщина. Nimasi chiroyli deysizmi? Qalbi chiroyli. Farzandlariga bergan tarbiyasi chiroyli. Mahallada tutgan o'rni chiroyli. Xalqimiz, elimiz uchun qilib qo'ygan mehnati chiroyli deb aytaman. Mana Sharof sinfdoshim bilan yon qo'shni-yu, jon qo'shni bo'lib, ko'chalar hozir asfalt ko'chalar. Bu paytlar bor-ku, tosh ko'cha ham yo'q edi. Loy ko'chalarga loy kechib birga o'ynab, o'sha vilik haydashdi. Yana bilasizlarmi? Soat 5 gacha edi, 5 gacha soat 5 bo'ldimi? Garajdan o'tari qaytardi. Mana Xudo rahmat tog'am stroykadan ishdan qaytardi. O'sha paytda soat 5 ga hamma ishni taxlab, keyin o'yinga chiqib shunga vaqt topganmiz. O'sha paytlar bilasizmi? Shunaqa loy ko'chalarda katta bo'lsak ham mehr, oqibatli insonlar ishda katta bo'lganmiz. Mana hozir chiroyli dasturxon atrofida nima deyman Sharof? Sizning mehnatingizda farzandlaringiz o'rgangan. Ularning mehnatkash, zahmatkash ekanligi mana bilinib turibdi. Farzandlar kamolni ko'rib yurish ko'p yillar dugonam bilan sizga taqdir aylasin.
aytadi-ku, jahonning shodligi yig'ilsa bugun, do'stlar didoridan bo'lolmas ustun. Yoshlik seni o'ylamagan kim? Ertaklaring so'ylamagan kim? Yoshlik mening xuddi o'zimsan. Keng olamga boqqan xumor ko'zimsan deb qolaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Albatta onajonimiz uchun juda ham ajoyib qarsaklaringiz chalib berasiz degan umiddamiz. Rahmat onajon, ketib qolmaysiz, keling, yonimga keling, ketib qolmang. Onajonim agar hozirgi kecha kunduzda agar aylisdan imtihon topshirsa bemalol 12 oladilar. Qarsaklaringiz azizlar, sababi ham ingliz tilida tabriklayaptilar, ham rus tilida baribir o'qituvchi ekanligingiz bilinadi onajon. Mana shunday sinfdoshlaringizni qatorlaringizdan hech ham kam qilmasin. Sababi hozirgi yangraydigan kuy qo'shiqlar siz uchun, aziz sinfdoshlar uchun yangraydi. Marhamat, Zilola Rasulova kuylaydi. Start
Gitmeyin Ali. onajonlarimiz uchun bir qarsa bo'lsin. Dunyo turguncha turinglar onajonimiz. Sog' bo'ling. Ay,
muborak bo'lsin deb qolamiz. Bugungi oqshom o'ylaymanki juda ham ajoyib o'tdi do'stlar. Har narsaning boshi bo'lgan kabi yakuni ham mavjud. Hozir tog'amizning chiroyli duolari ila mana shu go'zal oqshomimizga yakun yasasak qolganini esa uyda davom ettiramiz. Marhamat tog'am. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahillazi atamana va saqana va jalana minal muslimin. Bizlarni yedirib, ichirib musulmonlardan qilgan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga dur va salovatlar bo'lsin. Dasturxonimiz hamisha mana shunday to'kin sochin bo'lib, ro'zg'orimiz tinch, bola chaqa, nevara chora sog' omon yurishsin. Mana shu singlimiz bilan kuyovimiz ham sog' salomat yuzlarga kirib, bolalarga bosh bo'lib yurishini Allohim nasib aylasin. Safardagi farzandlarimiz, og'aynilarimiz sog' salomat Allohning panohida bo'lib, sog' salomat o'z yurtlariga yetib kelishini Allohim nasib aylasin. Amin. Alloh. Albatta mana shu duolar ila bugungi oqshomni yakunlaymiz do'stlar. Yana bir bora barchangizga mana shu yubiley to'ylar, onajonimizning tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin. Barchangiz bilan yana ko'rishguncha deb qolamiz. Qarsaklaringiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta Sharof tog'amiz uchun bir juft qo'shiq bo'ladi. Barchangizni yana bir bora chiroyli raqslarga taklif qilib qolamiz. Onajon, siz ham keling Sharof tog'a. Albatta, chiroyli qo'shiqlar siz uchun. Endi bitta siz uchun kuylasak. Farzandlaringiz nomidan. Mana shu yerda o'tirgan o'g'il qizlaringiz nomidan. Ota bo'lmasa ham bu hayotda qizig'i yo'q. Ona bo'lmasa ham. Ikkalasi ham bo'lsin iloyim. Mana do'stlaringiz yonida o'tirib olsangiz, men sizga zo'r qo'shiq farzandlaringiz nomidan. Qani ketdik. Baxtisiz dada, hayotimiz naqshisiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Farzandlarni baxtisiz dada, hayotimiz naqshisiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, hammadan yaxshisiz dada. Bolalik chog'imdan asrab erkalab, gohi onamdayin sochlarim yo'lda o'pishlar ko'nglimga qarab, siz hammadan yaxshisiz dadam. Siz meni bag'rimsiz suyangan tog'im, to'g'ri yo'l ko'rsatib adashgan chog'im. Bolam deysiz meni, deysiz oppog'im, siz hammadan yaxshisiz dadam. Siz hammadan yaxshisiz dadam. Baxtisiz dada, hayotimiz naqshisiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada.
dadajonimiz, siz hammadan yaxshisiz dadajon. Qani qarsanglarimiz. Dunyo turguncha turing. Bugun 18 ga kirgan bo'lsangiz, 5-6 ta shu yoshga kiringlar. Sog' bo'lasizlar, xush kelibsizlar yana bir bor Zahro to'yxonasiga. Sog' bo'lasizlar, ko'rishguncha.